turbolizator. Bu narsani vazifasi issiqlikda to'liq o'zida ushlab qoladi. Ya'ni choy ichsangiz hamma issiqligini o'zingizga olasiz, bu ham xuddi shunaqa yongan olovda hammasini suvga berib yuboradi. Chet elda xo'roz qanti desa yotib olib yeydigan akalar uchun rostdan bu safar arziydigan vaj topdik sizlarga. Qaranglar. Mutlaqo yangilik, pelletda yonadigan, tiz Belarusiyada ishlab chiqariladigan kotel. Toshkentga kelganmiz Hot Energy. Bu Polsha texnologiya ekan. Kilosi 290, почти 300 kilo. Yevropa standartlarini hammasiga javob beradi. Ya'ni Yevropaliklar ham mana shu koteldan ishlatishadi. Ikkita qozonli bu. Oddiy ko'mir ham hisobga yoqaverasiz. Xohlasangiz aqlli tizimga o'tkazib pelletga moslab qo'yasiz. Shu kotellarimizda akalar xohlagan turidan bor. Mana bu yerda o'zimizda jaydarlari ham bor. Bir 2 kvadratga mo'ljallangan, bo'yini qaranglar balandligini. Men bo'yim deyarli 2 metr, ozgina ekan. Mana bu yerda buni kilosi 241 kilo. Hammasiga garantiya 5 yil. Maxsus stal, ya'ni metali aynan kotel uchun mo'ljallangan o'sha zapravka 40-50 kilo bilan mana shu 2 kvadrat joy bo'lsa, 1 sutka davomida mashina issiqligingizni ushlab berib turadi. Bu narsa asosan uyda utopleniyasiga, qovoni issiq sovuqligiga ham bog'liq. Elektronikasi ham hammasi akalar Polshaniki, ya'ni Xitoy elektronika ishlatilmaydi. Telefondan boshqaradigan Wi-Fi lar qo'ysangiz ham bo'laveradi. Narxlariga kelamiz. 150 taligini narxi $900 boshlanadi. Qolgan ma'lumot uchun pastda nomer qoldiryapman. Agar Telegramdan yozsangiz, akalar sizga to'liq ma'lumotni tashlab berishadi.